Shuni sizga aytmoqchi edim. Haligi Qachon bilding sen buni? Mansur aka, siz yaqinda ota bo'lasiz. Men oyi, siz dada bo'lasiz. Yo'q. Men ota bo'lmayman. Menga bu bola keragi yo'q. Bu nima deganingiz? Xullas, kumush. Menga keyin hozir janjal qilmaylik-da. Ertaga borib bolani oldirib tasha, xo'p? Men ota bo'lishni xohlamayman. Nima? Bu nima deganingiz? Kar bo'lib qoldingmi? Men senga aytyapman, bu bolani ertagayoq borib oldirib tashlaysan. Mansur aka, men bolamni oldirmayman. Bu nima deganingiz? Nimaga oldirmaysan? Menga qara bo'ldi, gap ko'paytirmagin. Axir bu sizning ham farzandingiz-ku. Farzandim emas bu. Uyalmaysizmi bunaqa deyishga? Yo'q, uyalmayman. Menga qara, eshit. Jam, o'chir ovozingni. Men bolamni oldirmayman, oyijon. O'chir ovoz. Oyijon. O'chir ovozingni, nega baqirasan? O'chir ovozingni dedim. Voy, mani bolam emas bu. Nima gap, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ey, qara o'g'lim. Nima gap o'zi? Oyi, agar keliningiz biz bilan bir uyda yashashni xohlasa, ertaga borib bolasini oldirib tashlasin. Menga farzandi kerak. To'xta. Nima kelinga baqiryapsan? Bu bechorada nima ayb? Dada, nima qilayotganimni juda ham yaxshi bilaman. Menga bu bolaning keragi yo'q. Unaqa dema bolam. Oldim. Menga umuman bola kerak emas. Odina.